Совсем. Xo'p, demak, bizda shrift o'zi nimaga? Nima uchun shrift bizga shunchalik muhim? Oddiygina masalan Times New Roman bilan qilib ketsak bo'lmaydimi? Nimaga? Har xil shriftlar ishlatishimiz kerak degan. Endi bilamiz, hozir millionlab shriftlar yaratilgan. Hammasi har xil masalan ishlatsak bo'ladi. Har xil vaziyatlarga qarab. Nima uchun masalan bir xil shrift emas, har xil shrift va shunga o'xshagan nimani ko'rib o'tamiz. Demak, ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatganki, shriftlar bosma ma'lumot, masalan, bu chiqarilgan, masalan, kitoblarimiz, jurnallar, shularni hammasi kiradi. Baholashga ta'sir qilar ekan shu, masalan, shriftlarimiz, demak, chiqarilgan ma'lumotlarni baholashga yordam qilar ekan. Shuningdek, tajribalar tasdiqlaganidek, turli mavzular uchun optimal shriftlar farqlanar ekan. Aytib o'tganidek, millionlab shriftlar bizda bor, yaratilgan dunyoda. O'shalarning har biri, masalan, har bir turlari bor. Turlarni hali ko'rib o'tamiz. O'sha, masalan, optimal shriftlar bor, o'sha qaysidir mavzular uchun. Masalan, hordiq uchun alohida, masalan, zamonaviy, masalan, qanaqadir ish joyi uchun alohida, alohida, masalan, turlar bor. Shular, masalan, ham foydalansak bo'ladi. Ularni qanday tanlashni ko'rib o'tamiz. Har bir shrift, demak, o'quvchilarda ma'lum assotsiatsiya yaratar ekan. Va korporativ sayt uchun, masalan, kompaniyalar desak ham bo'ladi. Kompaniyalar uchun, masalan, Verdana yoki Arial kabi oddiy va klassik sans serif bu yerda deb nomlanadi. Sans serif shriftlar mos kelar ekan. Ular demak qat'iy va rasmiy biznes uslubini aks ettirib, ishonchlilik, professional ko'rinish yaratadi. Mana bu yerda ko'rib o'tamiz, mana burchaklari, masalan, tekst sans serif, mana bu bizga sans serif deb nomlanadi. Mana bu yerda masalan Open Sans Family degan shriftimiz bor, misolda ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p. Ko'ngilochar portallar uchun, masalan, qiziqarli, yengil va fantaziyaga boy shriftlar tanlash tavsiya etilar ekan. Xo'sh, yosh auditoriyaga yoqadigan uyumboq va do'stona muhit yaratishga yordam berishadi. Masalan, mana bu yerda bu Liga saytidan masalan olingan, ishlatilgan shriftlar, masalan, noodatiy shriftlar, masalan, Comic New, Baloo, Fedorica One, Chevy, Pacifico shriftlar, masalan, ishlatsak bo'lar ekan. Ular o'qishni oson qilishadi va haddan tashqari murakkab shriftlardan, demak, o'qilishiga e'tibor berishimiz kerak ekan. Demak, juda ko'p qiyin qilib yubormasa o'qish qiyin bo'lgan, masalan, shriftlardan, murakkab shriftlardan foydalanmasligimiz kerak ekan. Xo'p, keyingi turdagi shriftlarimiz bu ilmiy ma'lumotlar uchun serif shriftlari nomlanadi. Bu demak tajriba o'tkazilgan 2015-yilda. Aynan ushbu turdagi shriftlar yozma ilmiy matnni yanada ishonchli va jiddiy qabul qilishga yordam berishini ko'rsatib o'tilgan ilmiy tajribada bu topilgan. Bu demak serif shriftlarimizga qaysi shriftlar kiradi? Demak, Times New Roman, Georgia, Merriweather, BT serif shriftlari kirar ekan va boshqalar. Juda ko'p bu yerda shriftlarimiz bunga to'g'ri keladigan. Shulardan biri, masalan, bu yerda 4tasi ko'rsatilgan. Bu yerda serifimizni sans serifdan nima farqi bor? Shuni ko'rib o'tsak. Ko'rish uchun Google Fonts saytiga o'tsak bo'ladi. Xo'p, demak, bu yerda ko'rishimiz mumkin. Shriftlarimiz bor. Shunday shriftlar bor. Demak, ana bu yerda filtrlarimizda serif va sans serif turlari bor. Keringlar, bu yerda traditional va traditionaldan ko'rsak bo'ladi. Mana bu yerda serif shriftlarimiz, mana bu yerda qo'shimcha shaklchanlik shriftlar, demak, serif deb nomlanadi. Ya'ni yana bu yerda masalan chiziq
paydo qiladigan pastki chizig'imiz bor va tepadagi chizig'imiz bor. Bu o'qishga yordam qiladi. Bu endi eng birinchi yaratilgan shriftlardan desak bo'ladi. Shriftlar ana shunday bo'lgan, ya'ni serif bo'lgan. Ana bu yerda nimachalari, nimalari bor. Bu yerda xuddi shunday sans serif shriftlari ham bor. Masalan, geometrikni olsak, ana bu yerda esa sans serif shriftlarimizda unaqa emas. Hamma joy tekis, masalan, nimalar qilib qo'yilgan. Qo'shimcha elementlar qo'shilmagan bu yerda. Masalan, ana bu get fontni bossak, bu yerda hammasi nima ekan? Montserrat, filtr, kaligrafiya, serifga bosamiz. Va modern, keling zamonaviy fontani olsak, old standart. Ha, bu yerda ko'rishingiz mumkin o'sha bir-biridan farqini demak. Bu yerda birinchi shriftimiz demak. Sans serif va serif farqlari ana bu yerda demak. Cheklari, masalan, nimalari, ana bu yerda chiziqlar, endi masalan, ana bu yerda qo'shimcha chiziqchalar qo'yilgan. Elementlar desak bo'ladi, qo'shimcha chiziqlar desak bo'ladi, shular qo'shilgan. Ana bu yerda masalan qo'shilgan. Bu yerda tekis shriftimiz. Shunday ikkita turga bo'linadi. Asosiy desak bo'ladi, ikkita asosiy tur ana shularga bo'linadi. Demak, serifimiz ilmiy ma'lumotlarni ko'rsatish uchun, bildirish uchun, ilmiy ma'lumotlarda, masalan, ishxonalarda, masalan, davlat ishxonalarida ko'pincha Times New Roman'ni ishlatamiz. Xuddi shunday sans serifni ham ishlatsak bo'ladi. Sans serif korporativ saytlar uchun ishlatamiz. Biznes, oddiy va rasmiy biznes uslubini aks ettirish uchun ishlatsak bo'lar ekan. Yana qanday? Demak, kontrast qo'shish yoki o'sha shriftga tur berish yo'llari bor. Demak, rang bilan berishimiz mumkin. Fon va matn orasidagi kontrast muhim ekan. Qalinlik yoki kursiv yozuv bilan nima qilishimiz mumkin. Demak, ya'ni urg'u va ta'kid qilish uchun ishlasak bo'ladi. Demak, harf orasidagi masofani ham o'zgartirishimiz mumkin. Bu yerda masalan Figma dasturimizda ko'rishimiz mumkin. Harf orasidagi masofalar ham masalan ishlatilishi mumkin. O'zgartirib. Masalan, bu yerda shriftlarni tanlab, bu yerda nimasida yo'q ekan? Masalan, bu vazifamizni belgilasak, ana bu yerda masalan kattaroq yo kichikroq qilish imkoni bor. Xuddi shunday boshqa ularda ham masalan bor bu nimamiz, masalan bu bilan ham masalan shriftga qanaqadir o'zgarish tur berishimiz mumkin. Matnimizni har xil vaziyatda ishlatishimiz mumkin. Harf orasidagi va qator oralig'i. Qator oralig'i bizda ana bu keyingisi bo'ladi. Masalan, bold masalan qaysidir turni tanlaganimizdan keyin bizga pastida ana bu yerda line height deyiladi. O'sha bilan masalan satrlar orasidagi masofani o'zgartirishimiz mumkin. Bu funksiyada Figmada bor ekan. Keyingisi ustunlar bo'ylab joylashuv. Ustunlar ketma-ket ustun bo'yicha joylashtirish bu yerda nazarda tutilgan. Eng muhimi bizda matn har qanday qurilmada oson o'qilishi va foydalanuvchilar uchun qulay bo'lishi kerak. Ya'ni bizga katta ekranlarda masalan yaxshi o'qilib, masalan mobil versiyasi o'zgarmay qoldirish mumkin. Masalan, ko'pincha xato mobil versiyada ham masalan yetarlicha ko'rinib turishi kerak. Uchun masalan o'shanga yarasha masalan shriftlar kattaligini o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, veb dizaynda shriftimiz eng minimali 12 bo'lishi kerak. 12 dan kichik bo'lsa o'qishga muammo bo'lib qoladi. Shunday ishlatishimiz kerak bo'ladi. Sarlavhalar uchun esa 18, 16 shrift ishlatishimiz mumkin.
Tavsiyalarni ko'rib o'tamiz. Shriftlar tayyorlash uchun, masalan, sayt misolida olsak, bu veb-sayt tayyorlayotgan vaqtimiz qaysi tavsiyalardan foydalansak bo'ladi, qaysi xatolarni qilmasligimiz kerak. Uchta, oltita nimamiz bor, qoidamiz bor. Demak, birinchisi cheklangan shrift miqdori. Ya'ni bir sahifada uchtadan ortiq shrift ishlatilmasligi kerak ekan. 3 xil turdagi shrift ishlatishimiz mumkin. Uchtagacha. Bittada ham qilishimiz mumkin. Hozir misollarni ko'ramiz. Bitta, ikkita ko'pincha ishlatiladi. Aksent uchun uchinchisini olishimiz mumkin va undan ko'p ishlatmaymiz. Ikkinchisi, sans serif shriftlar. Demak, sans serif shriftlar asosiy matn uchun tanlang. Chunki ekranga o'qilishi qulayroq. Demak, sans serif shriftlarimiz, qaysi shriftlar edi? Sans serif shriftlarimiz mana bu seriflarimiz sans serifga kirar edi. Masalan, qo'shimcha nimalari ana bu yerda bor. Bularimiz sans serif. Bu o'qishga qulayroq, ekranda o'qish qulayroq bo'lgani uchun ko'proq asosiy matn, ya'ni qanaqadir matnlarimiz sarlavha, bu sarlavha deb nomlanadi. Bu pastdagi matnimiz ko'plab matnlar, bu asosiy matn deb nomlanadi. O'shalarimizga ko'proq sans serif shriftlarni ishlatishimiz kerak ekan. Robota, OpenSans va hozir misolda ko'rib o'tganimiz masalan Montserratni ishlatishimiz mumkin ekan. Serif shriftlarni qayerda ishlatamiz deganimiz ana bu yerda 3-tavsiyamizda, demak, bosma versiyamiz endi pechatni versiya deymiz yoki nima chiqariladigan qog'ozda ishlatiladigan shriftlarimiz, demak, bosma versiya deymiz. O'shalarni demak serif shriftlardan foydalanib ishlatish kerak, chunki ular tushunishlilik va rasmiylik hissini yo'qotar ekan. Bekordan bekorga Times New Roman ishlatilmaydi. Masalan, mana bu yerda bosma shriftlarimizga misol, masalan, old standart ishlatilgan. Ana bu yerda bu bizga serif shriftlarimiz bo'ladi. Serif shriftlarga demak shu yo'llarda demak ishlatsak bo'ladi. Serif shriftlar nafaqat bosmaga emas, bosmaga ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Bosmaga serif shriftini ishlatishga ko'proq harakat qilishimiz kerak. Saytlarda ham masalan serifni ishlatsak bo'ladi, ma'no mohiyatiga to'g'ri kelsa bo'ldi. 4. Monospace shriftlar. Kod namunalari, texnik ko'rsatmalar yoki mashinkada yozilgan matnni taqdim etishda monospace shriftlardan foydalaning. Monospace shriftlarga qaysi shriftlar kiradi? Endi ko'ramiz. Filtrga bosib, hozir monospace. Bizga monospace ana bu yerda kiradi. Monospace shriftlarimiz pechat mashinkaga o'xshagan bo'ladi ko'pincha. Bizda mana bunday masalan shriftlar bo'ladi ko'pincha. Bu endi ko'pincha kodni o'xshatadigan qilib nima qilinadi. Qo'shimcha nimalar bo'ladi? Bo'lakchalar qo'shilgan bo'ladi. Ular nimaga ko'proq o'xshaydi? Demak, pechat mashinkaga o'xshaydi. Va kodni yozishda ishlatsak bo'ladi. Qanaqadir kodlar shunga o'xshagan variantlarda ishlatsak bo'ladi. Keyingisi script va fantasy shriftlar. Sarlavhalar va urg'u berish uchun ijodiy, noodatiy shriftlardan foydalanish mumkin. Script shriftlarimiz. Hozir buni ko'rsak bo'ladi. Masalan, mana bunday shriftlarimiz kiradi. Bu yerda e'tiborni jalb qiladigan shriftlardan endi sarlavhalarda foydalansak bo'ladi. Sarlavhalarda vaziyatga qarab variable shriftlarimiz bor. Masalan, shunga o'xshagan shriftlarimiz bor. Bularni mavzuga qarab demak ishlatishimiz mumkin. Bu ko'pincha aytib o'tilgandek sarlavhalar va urg'u berish uchun ijodiy, noodatiy shriftlardan foydalansak bo'ladi.
hajm va aksentlar, sarlavhalar va harakatga chiqaruvchi chaqiruvchi matnlar, ya'ni bosishimiz kerak bo'lgan masalan knopkalar va shunga o'xshagan joylar, masalan mijozlarni qaysidir ishni bajarishga undaydigan harakat qiluvchi nimalar sizga boshqa xonaga o'taymi endi, Или qayerda o'zlari zamoat joyiga o'tasizlar. Yaxshimi endi? Xo'p, matn oddiy matnga qaraganda katta va aniq bo'lar ekan. Aksent berish uchun ishlatsak bo'ladi. Qulay va vizual jihatdan jozibador bo'lar ekan. Kelinglar endi foydalanish uchun misollarni ko'rib o'tamiz. Foydalanilgan misollarda masalan bu yerda graf uslubidagi shriftlar ana bu yerda foydalanilgan. Bu saytda masalan bu yerda muzqaymoq shriftida masalan logotipini tayyorlashda ishlatilgan. Bu nimaga? Masalan, uy sharoitida tayyorlangan iliq va samimiy muhitni aks ettirish uchun masalan foydalanilgan. Qo'l mehnati hissini kuchaytiryapti. Bu yerda brendga ishonch va iliqlik bag'ishlayotgan ekan. Ana shu yerda masalan kraft shriftini, Kayranon shriftini shu yerdan foydalansa bo'ladi. Yana xuddi shunday misol masalan mana bu yerda foydalanilgan. Ho'p. Handwriting shriftlar, qo'lyozma shriftlardan deb nomlaymiz. Brendga iliqlik, samimiylik va insoniylik bag'ishlash uchun ishlatar ekan. Bunday shriftlar ochiq, do'stona va ishonchli taassurot qoldirar ekan. Masalan, bu yerda itlar uchun oziq-ovqat nimasida ishlatilgan logotip sifatida bu qayerda topishimiz mumkin? Handwritingni topish bu yerda har xil handwritingni bu yerdan kalligrafiyadan topishimiz mumkin. Qo'lyozma shriftlar shu yerdan topib ishlatishlari mumkin. Bu yerda formullarimiz bu yerda bunday ko'rinishda turmayotgan ekan. Bu yerda juda ko'p shriftlar bor. Vaziyatga qarab proyektga to'g'ri keladiganini tanlab ishlatsak bo'ladi. Handwritingda ham ancha shriftlar bor bu yerda. Kompozitsiyaga ko'proq e'tibor beramiz. Kompozitsiyamizga to'g'ri kelsa ma'no bo'yicha to'g'ri keladigan tanlab qo'shsak bo'ladi. Handwriting shriftlar. Yana bir masalan populyar shriftlar handwritingda mana bu yerda 6 ta shriftlarni nomi ko'rsatilgan. Shulardan foydalansalaringiz bo'ladi kelajakda. Masalan kitoblarda, eskicha kitoblarda masalan nimasida foydalanilgan misolda ko'rishlaringiz mumkin. Hop. Shriftlar masalan handwritingga yana bir bular ham kiradi. Ana bu yerda ko'rsatilgan ham kiradi. Shuning uchun ham juda mos keladi. Demak, g'amxo'rlik, samimiylikni ifodalash uchun bo'lgan joylarda qo'llash mumkin ekan. Masalan, tur firmalarda yoki masalan qanaqadir dam olish joylarida masalan bu yerda masalan ishlatilgan misolda ko'rsatilgan. Rasmiy kayfiyat kerak bo'lganda masalan yaxshi yordam berar ekan. Demak, norasmiylik kerak bo'lganda demak handwritingdan bemalol foydalanar ekan. Yana bir misol masalan bu yerda ko'rsatilgan. Serif shriftlarimiz an'anaviylikka ko'proq e'tibor bergan bo'ladi. Ko'rib o'tamiz. Kompaniyaning barqarorlikni aks ettirish uchun ajoyib tanlov hisoblanadi. Yorqin grafika yoki ranglar bilan uyg'unlashganda bunday shriftlar brendga jonlilik va joziba bag'ishlaydi. Demak, kelinglar birikta misol ko'rib o'tamiz. Masalan, bu yerda Vogue jurnalining masalan 1982 va 2023 yildagi masalan ishlatilgan shriftlarni ko'rib o'tishlaringiz mumkin. Bu yerda xuddi o'sha 1982 yildagidan ozgina o'zgartirilgan, lekin xuddi o'sha shrift masalan serifdan ishlatib kelmoqda. Va matnlar uchun masalan sans serif ishlatilganini bu yerda ko'rishlaringiz mumkin.
Bu yerda demak an'anaviylik, sodiqlik va kompaniyaning barqarorligini bildirish uchun masalan ishlatilgan va masalan serif shriftlarimiz masalan xuddi shunday Merriweather shriftlari bor. Yaxshi. Va sans serifni-chi qayerda ishlatsak bo'ladi? Shuni ko'rib o'tamiz. Sans serif ochiqlik, shaffoflik, moslashuvchanlik bularning barchasini ifodalaydi. Demak, qalin shrift va emotsional jonli suratlar bilan uyg'unlikni brending ochiqlik qismini kuchaytirishimiz mumkin ekan. Bu yerda masalan misollar ko'rsatib o'tilgan. Bu yerda sans serif shriftlardan qanday foydalangan joylar. Bu sans serif shriftlarimizdagi populyar shriftlardan biri masalan Helvetica shrifti. Ana bu logotiplarni ko'rsatilgan logotiplarni yaratishda ko'pincha foydalanilgan. Masalan, mana bu yerda solda ko'rsak bo'ladi. Shunday nimalar, demak, Helvetica shriftidan foydalanilgan. Masalan, Helvetica bo'yicha kitob yozilgan kitobda masalan o'sha shrift ishlatilgan bunday ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda demak, oldinroq o'tgandek, demak, serif shriftdan bosma masalan turdagi materiallarda ko'pincha serifdan foydalanish kerak deyilgandi. Endi bu yerda masalan sans serifdan ham foydalansak bo'ladi. Bu ham o'qisa qulay. Faqat ozgina o'rtasida masofani ko'proq tashlashimiz kerak bo'ladi bu yerda. Serifdan ko'ra sans serifda qatorlar orasidagi masofani ko'proq tashlashimiz kerak o'qilishi osonroq bo'lishi uchun. Masalan, yana bir shriftlar bu ham sans serif shriftlari, sans serifning masalan qalin shriftlari e'tiborni tortish uchun masalan ishlatilgan vaziyatini ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Endi ko'pincha aytib o'tganimizdek, shriftda proyektimizda nafaqat bitta shrift o'zi emas, ko'pincha 2 va 3 tagacha mumkin deb aytib o'tgandik. Foydalarda endi ularni qanday bir-biriga mos qilib tanlasak bo'ladi. O'shalarni ko'rib o'tsak. Qanday qilib bo'ladi? Masalan, misollar ko'rsatilgan. Bu yerda ulan lavha uchun aksent shrift, asosiy matn uchun esa grotesk shriftini tanlashimiz mumkin. Ya'ni bizda aksent shrifti tepada belgilaymiz. Birinchi sarlavhalar uchun masalan aksent shrifti va pastda asosiy matn uchun demak sans serifdan foydalansak bo'lar ekan. Mana bundan foydalansak bo'ladi. Xo'p, yana bir misol masalan sarlavha uchun sans serifdan foydalanib, asosiy matn uchun esa serifdan foydalanish. Bu ham ko'p uchraydi. Masalan, o'sha bosma materiallarda ko'pincha ana shundan foydalanadi, shu turdagi shriftlar, juftliklardan foydalanadi. Tepasida ko'pincha sans serifdan foydalanib, mana masalan nimachalar yo'q. Va pastida bu yerda masalan serifda ishlatilmoqda. Xo'p. Bitta shriftdan ham foydalanishimiz mumkin. Masalan, bold va regular. Har xil masalan turlar bo'ladi. O'shalardan ham foydalansak bo'ladi. Masalan, misolimizda ko'rishimiz mumkin. Hozir Getfontsdan hozir demak, Montserrat tanlagandim. Montserrat masalan xuddi shunga o'xshagan masalan shriftlar oilasini tanlashlaringiz ham mumkin proyekt uchun. Demak, va uning har xil turlari bo'ladi. Masalan, bu yerda o'nga yaqin tur bo'lishi kerak. Adashmasam 10 tadan ortiq edi. Demak, qalin yoki mayin joylarni masalan sarlavha joylari uchun qalinroq shriftlardan foydalanib, shrifti turidan foydalanib va masalan oddiy matnda mayinroqdan yoki regulardan foydalanishlaringiz mumkin bo'ladi. Xuddi shunday yana bu yerda ham ishlatilgan demak. Shriftimizni qalinrog'i va mayinrog'i o'sha shrift oilasidan bitta shrift oilasidan tanlanib, o'shaning qalinroq yoki mayinroq varianti ishlatilgan. Xo'p, uni qayerdan topsak bo'ladi masalan? Onlayn topish imkoni ham bor, onlayn tanlash imkoni ham bor. Bu Fontjoy sayti bor. O'shadan foydalanib kirsak bo'lar ekan. Keyingi kirib ko'ramiz.
bu yerda fond joy sayti fondjoy.com. Xo'p, mana bu yerda asosiy mana bu yerda balans, katta kontrast yoki kichik kontrast qilib ko'ramiz. Kelinglar. Kontrastdagi demak shriftlari bir-biriga o'xshash, e'tibor bersangiz, kichiklar bir-biriga o'xshash shriftlar bizga tanlab beradi, juftliklar. Olmoqchi bo'lsak, ana bu yerda уже ko'rib olishimiz mumkin. Masalan, shrift nomi mana bu yerda yozilgan. Cairo, masalan, Weathersense va Tula shriftini bizga tanlab berdi. Ana bu yerda ko'rib chiqishimiz mumkin. Ana bu tugmam bo'lsa, masalan, qaysi turlari bor yozuvining. Bunday bo'lsa, masalan, ko'rib qilib chiqishimiz mumkin. Shriftlar Vareta o'zgartirib, masalan, Caironi ham masalan qaysi bizga o'zgartirib chiqishimiz mumkin. Novaga o'zgartirib, masalan, Varelaga turibdi. Shunday o'zgartirib chiqishimiz ham mumkin ekan. Demak, bu yerda o'shani katta kontrast qilib qo'ysak qanday bo'ladi? Bu yerda уже ko'rib turibsizlar, bir-biridan katta farq qiladigan demak shriftlar tanlab beryapti. Masalan, boshqa turda, masalan, bu yerda serif ishlatilgan, mana bu yerda va sarlavhada esa sans serifdan foydalanamiz. Bu yerda ham masalan sans serif ishlatilgan. Bu yerda serif ekan, uzr. Serifning masalan qalin turi ishlatilgan. Bu yerda esa serifning o'qishga oson bo'lgan turi ishlatilgan. Shunday ham nima qilishlari mumkin. Bu yerda turlari masalan xohlagan turlarni masalan change masalan bu serifga o'zgartirish ham mumkin. Bu yerda imkoni bor. Bu yerdan demak onlayn shriftlarni turlarini tanlashimiz mumkin ekan. Platforma tayyor bor. Endi kelinglar, mashhur bo'lgan ko'p populyar shriftlarni ko'rib o'tamiz. Shriftlar oilalarini ko'rib o'tamiz. Demak, Releve shrifti masalan ishlatilgan yillari masalan bu ham juda populyar shriftlarga kiradi. Bu sans serif shriftlar oilasiga kiradi. Bizga bundan ham bemalol olib ishlatishlaringiz mumkin. Mana bu yerda masalan mayindan to qalingacha har xil nimalari turlari berilgan. Ishlatib bemalol bepul ishlatishlaringiz mumkin. King shriftimiz Firasans shrifti ham bepul. Masalan har xil 3 turi bor. Masalan light, medium va extra bor turlar bor. Ana shulardan foydalanib masalan ishlatsaq bo'ladi. King shriftimiz Unisans. Bu ham sans serifga kiryapti. Sans serif shrifti har xil turlari bor. Bu yerda adashmasam 14 ta font turi shrift oilasida 14 ta shriftimiz bor. 14 ta shriftimiz deganimiz ana shu masalan mayindan to qalingacha masalan 14 ta turi bor degan bo'ladi. Va Unisans shrifti ekan. Xo'p, yana bir yangiroq shrift degan bo'ladi. Bu geometrik shriftimiz, Avenir nomli shriftimiz. Bu endi geometrik turdagi shrift bilan o'sha geometrik formalarni takrorlaydi. Masalan, aylana, to'rtburchak shulardan foydalanilgan ko'proq bo'ladi. Bu yerda masalan ko'rib o'tishlaringiz mumkin. Masalan, O, Y harflarini masalan qanday qilib tayyorlangan masalan O va Y aylana turida masalan I harfimiz esa masalan to'rtburchak shaklda va tepasi masalan aylana shaklida tayyorlangan. Shunday geometrik turdagi shriftimiz bo'lgan Avenir kerak bo'lsa ishlatib bo'ladi. Yana bir populyar shriftimiz bu Apple kompaniyasi tomonidan foydalaniladigan San Fransisko shrifti. San Fransisko shriftimiz masalan bu ham sans serifga kiradi. Sans serif shriftlariga turiga kiradi. Mana bu yerda masalan misol ko'rsatib o'tilgan. Keyingi shriftimiz geometriya shrifti. Bunda demak 16 ta turi bor ekan. Shriftlar turi ichida bu yerda masalan qanday ko'rinishi ko'rsatib o'tilgan. Pragmatika shrifti ham juda yaxshi masalan ishlatiladigan populyar shrift. Bu yerda ko'pincha korporativ nimalarda ko'proq ishlatiladi.
Qatorga saytlar va bosmalarida ham masalan ishlatsa bo'ladi. Xo'p, keyingisi Zona Pro. Bu yerda 18 ta shriftlar Pro bor. Bu yerda kirillitsa ham bu yerda ishlatsa bo'ladi. Masalan, ruscha nimalarimizni ham bemalol yozishimiz mumkin. Kirill tilidagi masalan ma'lumotlarni kiritishimiz mumkin. Ya'ni bir ikkita masalan ana bu yerdagi pragmatikaga adashmasam kirillcha qo'llab-quvvatlanmaydi. Ya'ni kirillchaga yozsalar boshqacha shriftda ko'rsatadi. Bu shriftda ko'rsata olmaydi. Bu yerda esa Zona Pro'da bu bor. Imkoni bor. Bemalol kirillchada yozishlaringiz mumkin. Xuddi shunday turda bo'ladi. 18 ta demak shrift to'g'ri bor ekan bu oilamizda. Yana bir yangi fantasy shriftlar desak ham bo'ladi. Bu yerda уже davomiy. Bu yerda Ouch shrifti. Bu yerda ko'rib turibsizlar, qo'shimcha elementlar qo'shilgan. Bizda shriftimiz sans serifga ko'proq tortadi, lekin qo'shimchalar bilan уже bizga fantastik yoki shunga o'xshagan shriftlar oilasiga kiradi. Endi populyar bo'lgan kelinglar sans serif shriftini ko'rib o'tamiz. Ko'proq matnlar va sarlavhalarga ham ishlatsak bo'ladi bemalol. Demak, bu Garamond shrifti. Garamond shrifti har xil turlari bor. Qalindan to mayingacha masalan bemalol hammasi nima qilingan. Bu yerda kirillitsada ham yozsa bo'ladi bemalol. Hechmasam har xil turlari bor. Bu ham juda populyar proyektlarda bemalol ishlatiladi bo'ladi. Va yana oxirgisi demak Polish shrifti. Bu ham bizga serif shriftlar oilasiga kiradi. Demak, bugungi vaqtimiz kam. Eshikni yopib qo'yasizlarmi? Eshikni yopib qo'yasizlarmi? Dars bo'lsa. Xo'p, savollar bo'lmasa amaliyotga o'tamizmi? Xo'p, demak, bugungi amaliyotimiz qilgan ishlarimizga bog'liq bo'ladi. Ben tayyorlagandik sizlar bilan. Wireframe tayyorlagandik, o'shanga matn qo'shib chiqishimiz kerak bo'ladi. Endi masalan, bunday turda tayyorlagandik. Endi o'shanga demak matn qo'shishimiz kerak bo'ladi. Masalan, oddiy nimalarni qo'shgandik, ana endi qaysi shriftni ishlatasizlar, masalan, o'shalarni yozib va bu nimada qo'shib chiqishlaringiz kerak bo'ladi. Masalan, ana bu yerda to'rt burchakchalar tashib ketgandik. O'shalarni o'rniga matn qo'shamiz. Matn. Oddiy matn. Farqi yo'q, matn o'sha mavzular bo'yicha bilish shart emas. Oddiy lorem ipsum deb yozib to'ldirib chiqsalar ham bo'ladi bemalol. Masalan, mana bu yerda to'ldirilgan qismini ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerda maktab uchun tayyorlangan sayt ko'rsatilgan. Wireframe ko'rsatilgan. Demak, sxema edi. Wireframe sxemani tayyorlagandik. Endi buni masalan knopkalarga, nimalariga o'sha yozuvlarni qo'shib borsak bo'ladi. Masalan, mana bu yerda logotipni o'rniga to'rt burchakcha qo'yib ketgandik. Bu yerda oddiy matn qo'shsak bo'ladi. Masalan, tn bosib, masalan, logo yoki logotip deb yozaman. Logotip deb yozaman. Xuddi shunday sizlar ham tayyorlaganlaringiz bor edi. Bir nimadan ko'ramiz. Tayyorlagansizlar, o'shalarga kimlardir shrift uchun tanlab bo'lgan. Shularga sizlar ham endi shriftlarni tanlab, ikkita yoki maksimum 3 tagacha shrift tanlab, matnlarni kirgizib chiqishlaringiz kerak bo'ladi. Masalan, ana bu yerda tugma. Biron bir yozuv turishi kerak. Ana bu yerda sarlavha sifatida bir qanaqadir yozuv turishi kerak. Keyingi ko'rib chiqamiz. Masalan, mana bu yerda menyusini ko'rib tayyorlab chiqamiz. Masalan, ana bu yerda logotip bo'lishi kerak. Logotip yozuvi. Prosta yozuv qo'yamiz. Ana bu yerda masalan menyumiz bo'lishi kerak edi. Menyuda qanaqadir yozuv bo'ladi. U uchun ana bu
shriftdan foydalansak ham bo'ladi. Masalan, bu yerda ularni x deb kesib olamiz va mana bu masalan shriftimizni qo'yib chiqamiz. Xuddi shunday sizlar ham qo'yib chiqishlaringiz kerak tuyuladi. To'rtburchak bo'sh joy tashlab ketgandik. To'rtburchak shaklchalar foydalangandik o'tgan safar. Demak, ana endi o'shalarga yozuv qo'shishlaringiz kerak bo'ladi. Xolos. Bunda Hopkins shrift ishlatilgan masalan bu yerda mediumni qarzoq bunday turga qo'yamiz. Masalan, shriftni kattaligini ham o'zgartirishlaringiz mumkin. Masalan, qariroq, kattaroq rangini hozircha ishlatmaymiz. Birlashtirmaymiz. Rangi hozircha to'xtasin. Keyin ranglar tanlaganimizdan keyin bu rangiga o'tsak bo'ladi. Shunday qilib, masalan, to'ldirib chiqishlaringiz kerak bo'ladi. Qayerga matn bo'lishi kerak? Masalan, ana bu yerlarda matn bo'lishi kerak. Burchaklar tashlab ketganmiz. Masalan, mana o'shalarni to'ldirishlaringiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi vazifa? Hammaga tushunarlimi? Va mana bu yerda bu nomimizni shunday joylashtirsak bo'lar ekan. Altdan unday mumkin. Qo'yamiz masalan matnlarga matn uchun tashlab ketgan joylarimizga shulardan to'g'rilab kerak. To'ldirib kerak. To'rtta 19 piksel qo'yib masalan shunday turda islom matnlarini kiritishlaringiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda qanaqadir yozuv bo'lishi kerak. Yozuv uchun T harfini yozib, mana bu yerda yoki tengli tugma deb yozamiz. Tugma deb yozib, shriftimizni shöyle kerak bo'ladi. Shunday turda demak bajarib chiqishlaringiz kerak. Masalan, tug'am ko'p ketsa bo'libdi, masalan, shunday masalan matnlar ana bu yerda footer qismida ham shunday qo'shib chiqishlaringiz kerak bo'ladi. Bu tushunarlimi? Savollar bormi? Hurmatli talabalar. Vazifa bo'yicha. Rang shart emas. Qo'shishlaringiz shu nima bir xil rangda matnlarni qo'shib chiqasiz. Matnlar qanday ko'rinadi masalan? Mana buni masalan 20 qilib qo'yganman. Sizlar masalan kamroq qilishlaringiz mumkin. 12 qilib qo'yishlaringiz mumkin. 12 bo'lsa ko'rinadimi masalan? Qanday bo'lishi kerak? Ana shularni hammasini ko'rib chiqish, joylashtirib, nima qilib chiqiladi bu hozirgi etapda. Shu nimalar ko'proq matnga e'tibor beramiz. Savollar bormi? Savollar. Hammaga tushunarlimi? Vazifa. Xo'p. Sut alomati rizo deganlardek. Hammaga tushunarli bo'lsa, darsimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha.